Feruza Normatova bir oilani buzdimi? Habbatus Sauda. Siz ishonchingizni oqlagan brend. Yillar davomida minglab mijozlarimiz sog'ligidan mamnun bo'lib kelmoqda. Tabiiy qora sedana mahsulotlari bilan boshlangan yo'limiz endilikda yanada kengaydi. Endi siz uchun kollagen, go'zallik va yoshartirish siri, detoks, tanani tozalash va yangilik manbai. Bizning maqsadimiz sog'lom hayot va baxtiyor oilalar. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yaqindagina 15-oktyabr kuni bloger va aktrisa Feruza Normatova MMA jangchisi xorazmlik Olloyorga turmushga chiqqani haqida videolar Instagram va YouTube kanallarida to'liq aylanmoqda. Hozirgi kunda Feruza Normatovaga ko'pchilikning aytishicha, u 2 oilani buzgan va 2 bolani yetim qilgan kelin sifatida tilga olinmoqda. Ko'pchiliklarning aytishicha, aktrisalar va blogerlar asosan mana shunday oilalarni buzib, 2 yo 3 joyi kelganda 4-xotin bo'lib turmushga chiqishadi. Ularning birortasi baxtli bo'lmaydi. Faqatgina nomiga turmushga chiqib to'y qilishadi deb tuhmatlar ham qilishdi. Bundan tashqari Feruza Normatova to'yi kuni juda ham ko'p bo'lgan xilma-xil kelin liboslarda xalqqa namoyon bo'ldi. Uning kelin liboslarini Shahzoda Muhammedova o'z atelyesida eng go'zal ko'ylaklardan tikib bergani uchun unga umuman yarashmabdi. Bu ranglar va bu ko'ylaklar Feruza Normatovani umuman ochmagan degan muxlislar ham bo'ldi. Va Feruza Normatova to'yida bloger Shahlo Alijonova va Laziza Shokuzlar janjallashib qolingan videolar ham ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Ular bir-biri bilan kelisha olishmadi deya ko'pchilik ta'kidlab o'tdi. Feruza Normatova sizningcha Olloyor bilan baxtli bo'ladimi yoki yo'qmi? U haqiqatda ham 2 oilani buzgan ayolmi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib, video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.